Ayollarda aynan jinsiy aloqadan 1-2 kun o'tib siyganda achishish, og'riqli siyish va siyish sonlarining tezlashishi kuzatiladi yoki siydikning rangi qizarib chiqishi mumkin. Bitta savol: nimaga aynan jinsiy aloqadan keyin? Bu terminni alohida nomlanadi, ya'ni postkoitalniy sistit. Aynan jinsiy aloqadan keyin sodir bo'ladigan sistit. Bu har doim ham sistit shamollash yoki sovuq tekkandan yoki sovuq suvdan yoki sovuq suvda tahorat olgandan kelib chiqadi degani emas. Keling, bu holatni sizga sodda qilib tushuntirib beraman. Avvalo bitta narsani tushunib olish kerak. Jinsiy aloqa bu infeksiya degani emas. Shunchaki mexanik ta'sirlarning doimiy bo'lishi. Jinsiy aloqa bilan muntazam shug'ullanish tashqi atrofdagi, ya'ni tashqi prostranstvodagi bakteriyalarning siydik yo'li orqali siydik qopigacha ko'tarilishi va yallig'lanish chaqirishiga sabab bo'lishi mumkin. Buni bir necha faktorlari ham mavjud. Ayollarda siydik yo'li qisqa bo'lganligi sababli ularda siydik yo'lining, ya'ni o'sha siydik qopining yallig'lanish jarayoni ko'p kuzatiladi. Sistit kasalligini chaqiruvchi eng ko'p uchraydigan bakteriyalardan bittasi Escherichia coli bakteriyasi hisoblanadi. Nimaga? Jinsiy aloqadan keyingi bo'ladigan sistit ba'zi ayollarda bo'ladi, ba'zilarida esa yo'q. Bunga sabablar bir nechta. Birinchisi, juda ham ko'p jinsiy aloqa bilan shug'ullanish. Bu ham bir kichik faktorlardan bittasi hisoblanadi. Kontratsepsiya mahsulotlari, ya'ni spermatotsidlar, mesni qo'llaniladigan kontratsepsiya mahsulotlari, bular ham o'sha chuvствительностьni oshirib turib vasparinni chaqirishi mumkin. Keyingisi bu yangi jinsiy hamkor yoki bo'lmasa erkak kishidagi turli xil yallig'lanish prosesslari natijasida ham bunday sistitlar kuzatilishi mumkin. Va eng ko'pchilik ayollar e'tibor bermaydigan, doimiy muntazam ravishda davolanish kurslarini qabul qilsa ham hech qanday foyda bermaydigan turi, ayniqsa bu yangi kelinchaklarda ko'pincha kuzatiladi. Yigit ham o'ziga ishonch bilan hech qanday begona ayollar bilan aloqada bo'lmaganman deb bemalol ayta oladi va hech qanaqa shamollash yoki boshqa vasparin belgilari kuzatilmaydi. Infeksiyalar ayolda ham xuddi shunaqa, lekin to'ydan keyin aloqa boshlandi deguncha faqat sistit. Dori oladi, tuzaladi, yana aloqa, yana sistit. Ikki tomon tekshiriladi, dori olinadi, yana sistit. Bunga sabablardan bittasi bu gipermobilniy uretra deyiladi. Ya'ni o'sha ayol kishida uretraning nisbatan anatomik uzunroq bo'lishi. Bunda O'Donnell-Hirschhorn degan tekshiruv usuli bo'ladi, ya'ni vaginalniy tekshiruv hisoblanadi. Ayol kresloga chiqarilgan holatda o'sha qinga, o'sha ginekolog tomonidan yoki urolog tomonidan tekshirib qinga barmoq bilan kirgan vaqtda uretrani, ya'ni masalan qin, bunday desak, qinni teshigi va o'sha uretra siydik teshigi. Bu yerga barmoq bilan kirib tekshirilgan paytda mana bu uretra qinga qarab qoladi. O'sha barmoqqa qarab buriladi, ya'ni uzunroq bo'ladi va harakatchan bo'ladi. Shuning hisobiga har doim jinsiy aloqadan keyin sistit sodir bo'laveradi. Ya'ni bunda gipermobilniy uretra deyiladi. Ya'ni aynan mana shu terminni o'zingiz qidirib ko'rsangiz ham to'liqroq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ko'pchilik xato davolanaveradi va hatto jinsiy aloqadan bezib qolishadi ayollar. Ya'ni aynan yosh kelinchaklar. Yillab ham qiynalib yurganlar bo'lgan va repozitsiya qilinadi, ya'ni operatsiya orqali to'g'rilanadi. Buni boshqa yo'li yo'q bo'ladi. Ya'ni shu gipermobilniy uretraning joyi o'zgartirib repozitsiya qilinadi va undan keyin bu muammodan to'liq qutulishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun agar sizda ham shunaqa tanishingiz bo'lsa yoki o'zingizning juftingizda yoki sizda o'sha ayol kishi ko'rib turgan bo'lsa, sizda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, aynan ginekologga borib yoki urologga borib o'sha diagnoz, ya'ni o'sha holat sizda bor yoki yo'qligini tekshirtirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Juda ham ko'p keng tarqalgan miflardan bittasi bu gigiyenaga rioya qilmaslik sistitni olib keladi. Masalan, nimagadir bu hamma ham ayollarda to'g'ri kelavermaydi. Nimaga? Gigiyenaga juda ham kuchli rioya qiladigan ayollarda ham bu narsa kuzatiladi. Demak, har doim ham bu gigiyenaga bog'liq narsa emas. Chunki o'sha siz adhod siydikni chiqarib tashladingizmi, avtomatik siydik yo'li yuvilib chiqib ketadi. Keyin yosh qizlarda ota-onalar, ya'ni onasi tomonidan tushuntiriladigan bitta uyat bo'lsa ham bu uyat hisoblanmaydi meditsinada. Gigiyenaga, ya'ni katta hojatga qilgandan keyin oltin qoida ayollarda
orqadan oldinga emas, oldindan orqaga, ya'ni o'sha sohani tozalash, ya'ni o'sha qog'oz yoki o'sha tozalovchi vosita deymiz, o'sha bilan oldindan orqaga usulida tozalashni o'rgatish kerak bo'ladi. Chunki o'sha yosh qizlarda ham sistit uchrab qolyapti. Hali qiz bola, kimdirlar shubha bilan qarashni boshlaydi. Nimaga qiz bolada sistit bo'ladi, qiz bolaning kasalligi emas-ku degan stereotiplar ham mavjud. Yo'q, hamma odam, hammada infeksiya hamda shamollash bo'lishi mumkin. Bu normal holat, faqatgina o'sha gigiyenani rioya qilishni to'g'ri o'rgatish kerak va hattoki har bitta o'sha aloqadan keyin o'sha a'zolarni tozalab gigiyenik vositalardan foydalangan holatda yuvish ham tavsiya qilinadi. Xo'sh, sizda har doimgidek aloqadan keyin sistitlar kuzatilsa, nima qilish kerak? Buni oldini qanday olish kerak? Xo'sh, birinchi navbatda sizga o'zboshimchalik bilan qaysidir tanishingizni yoki sistit bo'lgan o'rtog'ingizni maslahatlarini olib, mustaqil o'zboshimchalik bilan dori vositalarini qo'llash, ichish tavsiya qilinmaydi. Sizga 1-2 marta bu yordam berishi mumkin, lekin bu bilan siz har doim ham to'g'ri taktika qilyapman degani emas. Hattoki siz noto'g'ri qo'llashingiz natijasida bir muddat kasallik chekinib, o'z belgilarini yo'qotishi, yengil tortishingiz va keyingisida juda ham kuchli simptomlar bilan qaytishi va hattoki o'sha doringiz ta'sir qilmay qolishi va ya'ni rezistentlik, ya'ni sizdagi bakteriyaning bu antibiotikka chidamliligining oshib ketishi natijasida sizga antibiotik ta'sir qilmay qolish holatlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda sistit belgilari paydo bo'ldi, birinchi kun o'zidayoq qaranglar, buni e'tiborga olinglar. Birinchi kunning o'zidayoq sistit bo'lgandan keyin kechasida sistit bo'ldi yoki avitda boshlandi. Erta tongi sidigingizni, ya'ni ertasi kundagi sidigingizni o'rta porsiyasini, ya'ni tahorat olgan holatda sidikning boshi siyib tashlanadi, o'rta porsiyasidan tayyor analiz uchun konteynerlar sotiladi aptekada. O'sha idishga solib o'rta porsiyasini urolog qabuliga kelishingizni tavsiya qilamiz va u yerda sizga to'g'ri taktika va o'z vaqtida qo'yilgan, nima desam bo'ladi, kechiktirilmagan tekshiruvlar orqali sizning analiz javoblaringiz tekshiriladi va hech qanaqa orqaga qoldirilmagan holatda sizga tezda yordam berish imkoniyati paydo bo'ladi vrachda. Ham o'zingiz uchun, ham vrach uchun bu narsa foyda hisoblanadi. Shunday ekan, bu narsani oldini olish yoki qaytalanmasligini oldini olish yoki umuman bo'lmasligi uchun faqatgina shifokor tavsiyalariga rioya qilish va yuqorida sanab o'tgan tavsiyalarimizni albatta inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz.